Ey qorilar, siz mana shu lahzada ehtiyot bo'ling. Mana shu lahzani hargiz unutmang. O'zini kalomiga nisbatan muhabbat berdi. Sizni qalbingizga har bir oyat, u oyatdagi har bir lafzni Robbil Alamin jo qilib qo'ydi. Sizni o'zingizning harakatingiz bilan emas. Alloh xohladi, siz Qur'onni yod oldingiz. Alloh xohladi, muhabbat berdi kalomiga, siz Qur'onsiz tura olmaydigan bo'lib qoldingiz. Odamlar ixlos qiladi, boshqa qiladi, qoraka deydi. Shunaqa chiroyli Qur'on o'qib berdingiz deydi. Sizdan ham chiroyli Qur'on o'qib beradigan bormikan deydi. Muxlisingiz ko'payadi. Ana o'sha eng siz hayotingizda xatarli pallalar siz boshingizdan kechirayotgan davr bo'ladi. Bularning hammasi Robbil Alamindan. Sizda hech narsa yo'q. Mana shu haqiqat e'tiqodotni siz hargiz unutmang. Mo'min musulmonlarning ko'zlariga yosh keladi. Ana o'sha lahzalarda nihoyatda siz xatarli davrda turgan bo'lasiz. Shuni unutmang. Ana o'sha mahalda siz yoningizda iblis alayhi la'na sizga ujub degan bir balo ofatni olib kelmoqchi bo'ladi. O'zingizning maqomingizni siz biling. Mana shundayin matoyi dunyo bilan, bu dunyoni boyligi bilan bu dunyoyu va mopihoni olib kelib berganda ham siz maqomingiz u bilan o'lchanadigan, taroziga qo'yadigan bo'lsa, o'sha bilan barobar keladigan emas. Sizga bergan Alloh jalla va aloni maqomini milliondan biriga ham dunyoyu va mopiho, u matoyi dunyo unga arzimaydi. Sizning vazifangiz ana o'shandan iborat. Mana bu ishlarda faqat qalbingizda ixlos bo'lsin. 100% Allohning roziligi bo'lsin. Hargiz zarracha 99 ixlos u 100 da 1 nafsingizning ulushi bo'lib qolmasin.